qizlar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, shampunlarimizni rangi har xil. Hayron bo'lgandirsizlar, nimaga shampunlarning rangi har xil. E'tibor bergan bo'lsanglar, kimdir aytadi, "Voy, sochimni yuvdim, sochim yog'lanadigan bo'lib qoldi" yoki "Sochim tez to'kiladigan bo'lib qoldi" deyshadi. Shampuni ham to'g'ri tanlash kerak. Ya'ni har bitta shampunimizni e'tiborli beradigan bo'lsanglar, mana bu shampun ukreplaydi, sochlarni mustahkamlaydi. Keyingi shampunimiz esa biotini bor, ya'ni erta oqib tushayotganlarni oqib tushishini va sochni o'stiruvchi shampunlarimizdan bittasi. Keyingisi shampun balzam. Buning ichida shampun balzam, gilarunoviy, ya'ni polni sochni vitamin bilan boyitib beradi. Bu shampunimiz ichida amla maslasi bo'lib turib, bu bilasizlar, qimmat maslalardan bittasi. Soch to'kilishini oldini oladi va soch to'kilishini to'xtatadigan shampunlarimizdan bittasi. Bunisi protein, ya'ni sochimizdagi mustahkamlik, ya'ni ko'pchilik aytadi, "Gullayapti, sochim sinuvchan bo'lib qoldi." Shunaqa sochlarni mustahkamlab beradi. 3D shampun. Ko'pchilik aytadi, "Sochim kamda ko'p bo'lib turishini xohlayman" deydiganlar uchun va bo'yalgan sochlarni rangini chiqarib olmaslik uchun.